Va shu o'rinda bugun siz hojikalar, hamsafarlar, bu yerdagi vatandoshlar, mana iltimos qilib aytaman. Alloh sizga onangizni Ka'ba oldiga olib kelib qo'lidan ushlab aylantirishlik imkoniyatini beribdi. Otangizni xizmatini qilishlik imkoniyatini beribdi. Dunyodagi eng baxtli odam ekansiz. Lekin iltimos, siz bu qilayotgan xizmatingizni riyo qilib internetga qo'ymang. Xizmatini qilayotgan bo'lsangiz Alloh rozi bo'lsin. Kecha ko'rdim internetda, qo'yapti, onasini ushlabdi Ka'bani oldida. Hammani ko'rsatyapti, yozyapti, aytyapti, "Onajon, ayting, mendan rozimisiz?" deyapti. Ona aytyapti, "Ha, men sendan roziman." Birodar, bunaqa qilib roziligi olinmaydi. Siz butun internetga qo'yib hammani oldida har qanday onangizor roziman deydi. Siz bu narsani so'rashingiz shart ham emas. Siz xolis Alloh uchun onangizni xizmatini qilingki, onangiz qalbidan duolarini qilsin, otangiz qalbidan duo qilsin. Lekin kechirasizlar. Musofirlikda yurgan qancha yigitlarimiz bor, bola chaqasini boqaman deb, onamni rozi qilaman, otamni rozi qilaman deb. Siz otangiz bilan, onangiz bilan Ka'ba oldida turganingizni internetga qo'ysangiz, u ko'rgan yigitimizning qalbiga xanjar urmaysizmi? Bugun onasiga doriga pul topa olmayotgan yigit, siz Ka'bani oldida onangizni oyog'ini o'pib butun dunyoga ko'rsatayotganingizni ko'rganda u yigitni holini o'ylang. Shuning uchun sizlardan iltimos, nimaiki amal qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun qiling. Alloh uchun qilyapsiz, riyo qilmang. Men bugundan sizlarga iltimos qilaman. Ka'ba oldida har xil narsalarni qo'yib chiqarmang internetga. Bu riyo bo'lib qoladi azizlar. Kimgadir duo qilmoqchi bo'lsangiz, o'zi uchun qilib uni o'ziga yuboring mayli. Kimgadir ochiq muloqot qilib birga duo qilgingiz kelsin, oilangizdir, boshqadir ma'qul. Lekin buni ijtimoiy tarmoqqa joylamanglar azizlar. Qolaversa, ota-onasini xizmatini qilib, roziligini olib yurgan qancha yigitlarimiz bor u yoqda. Bugun o'shalarning haqqiga duo qilishlari kerak bu yerda turganlar.